Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Sharq Turkiston surgundi hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti 2024-yili 28-iyul kuni Yarkent Elishqo qirg'inchiligining 10 yilligini xotirlash munosabati bilan Washingtonda Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazdi. Turkiyada navoiychilik orqali turmushini qamdab kelayotgan 60 yoshlik navoiy Muhammad Emin Ömer nazarband ostiga ilingan bo'lib, Sharq Turkiston surgundi hukumati qo'yib berilishini talab qildi. Tanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti 2024-yili 28-iyul kuni Yarkent Elishqo qirg'inchiligining 10 yilligini xotirlash munosabati bilan Washingtonda Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi. Xonimlar va apandilar, yaxshimisilar? Bugun 2024-yili 28-iyul kuni biz 21-asrda ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda yana bir qatim yuz bergan vahshiy qirg'inchilik, Yarkent Elishqo qirg'inchiligining 10 yilligini echinish bilan xotirlaymiz. Bu echinishlik voqea Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga qarata rasmiy irqiy qirg'inchilikni yurgizganligining bishorati edi. 2014-yili mayda mustamlikchi Xitoy hukumati ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda xalq urushi boshladi. Bu texmo vahshiy sistemlik irqiy qirg'inchilikning boshlanishi edi. 2 oyga bormagan vaqt ichida 2014-yili 28-iyul kunidan boshlab bu harakat Yarkandagi eng cho'ng qirg'inchilikqa aylandi. Mustaqil media Elishqo qirg'inchiligini xabar qilganda nurg'ulg'an yarkanlik bo'lib, Elishqo fuqarolarni ziyorat qilib, tinchlik bilan o'tkazilgan namoyishning Yarkent noyisining Boshkent yesida oilma-oila tekshirish jarayonida 5 kishilik Uyg'ur oilasini dahshatlik o'ldirganlik bilan oxirlashganligini bildirdi. Öymey kirib rasmiy tekshirish natijasida tekshiruvchilar atalmish qonunsiz e'tiqod qiluvchilarning bir yerga jam bo'lganligini doklad qilgan. Chunki Xitoy hukumati insonlarning odatdagi diniy e'tiqodini cheklagan. Toshkentdagi tinch namoyish Xitoy ishg'oliyatchi kuchlari tomonidan qattiq bostirilgan. Toshkentdagi nurg'ulg'an musofirlar Elishqo'ga qarab oqqan. Namoyish qiluvchilarning soni ortgan. Elishqo'dagi tinch namoyish Xitoy ishg'olchi harbiy askariy kuchlari tomonidan echinishlik turda vahshiylarcha bostirilgan. Bolalar va ayollarni o'z ichiga olgan minglarcha begunoh Uyg'ur vahshiylarcha qatl qilingan. Bu harakat Xitoy irqiy qirg'inchilikchi hokimiyatining irqiy qirg'inchilik, etnik tozalash, davlat qo'llagan terrorizmidan iborat. Hong Kong markazlik media Xitoy istixboroti tomonidan uyushtirilgan 2014-yili Yarkent noyisidagi 4 yezidan 3000 bilan 5000 ning orasidagi xalqning vahshiylarcha o'ldirilganligini oshkor qildi. 2014-yildagi Yarkent qirg'inchiligidan keyin millionlab Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqi jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. Ular tibbiy sinoq, miya yuyish, bosqinchilik qilish, organlarini yig'ib olish, o'ldirib etish qatorliq vahshiy usullarning qurboniga aylandi. Buning sirtida millionlab Sharq Turkistonlik xalq zavodlarda, qul qilish lagerlarida, yerginishlik sharoitda emgak qilishga majburlandi. Irqiy qirg'inchilikning ko'lami kishini cho'chitdi. 2016-yildan 2017-yilgacha bo'lgan oralikda Xitoy irqiy qirg'inchilikchi hokimiyati 12 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan 36 million shaxs ustida majburiy DNA, ovoz izi yig'ish, ko'rish to'r pardasi saylash qilmishini olib bordi. 100 mingdan Uyg'ur va boshqa turk ayollar majburiy tug'mas qilib etildi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, davlat qo'llagan ta'sislarga o'rinlashtirilib, yerlik Xitoy fuqarosi qilib yetishtirildi. 16 mingdan ortiq masjid va kultur o'rinlari diniy e'tiqodimizni, tariximizni, mavjudligimizni va kulturimizni yo'qotish maqsadida chiqib etildi. Xitoy hukumatining 2020-yil sentabrdagi o'zining aqtashlik kitobida ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlarini tutqun qilganligini e'tirof qilib, 2014-yildan 2019-yilgacha har yili 1 million 290 ming, jami taxminan 7 million 800 ming Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini yig'ib olish lagerlarining razil mohiyatini yo'shirish maqsadida atalgan 6 yillik atalmish kasbiy tarbiyalash, qayta tarbiyalash kursiga avatganligini bayon qildi. 2021-yil yanvardan e'tiboran Amerika hukumati va G'arbdagi ba'zi davlat parlamentlari Xitoyning vahshiyliklarini rasmiy turda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi.
2022 yılı 8. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiserliği dokulat ilan qılıp, Xitayni insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazish bilan aybladi. Bu e'tirof qilishlar intayin ahamiyatli bo'lsa-mu yetarli emas. Irqiy qirg'inchilik Sharqi Turkistonda to'xtab yoki bo'shib qolgani yo'q. Xitoy jazolanmaguncha irqiy qirg'inchilik yurgizishni davomlashtirdi. Har vaqt hatto bugunmi millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlari va turmalarga qamalib azob chekmoqda. Xitoy 2019 yili lagerlarni taqdim degan bo'lsa-mu, lagerlar hali mavjud, faqat shaklilar o'zgartirilib kengaytirilgan. Ularning ba'zisi 10 asli o'zgartib silingan. Lagerlar rasmiy turda turma. İşğal qilingan Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqini qul amgakiga soladigan Xitoyning ichki o'lkalariga silingan atalmish zavodlarni ko'rsatdi. Xalqaro jamiyat ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi yer-kent qirg'inchiligini o'z ichiga olgan o'tmishdagi va bugungi barliq qirg'inchiliklarni va davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning asli tub sababini hal qila olmadi. O'tmishdagi qirg'inchilik va navbatdagi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning tub sababi Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlika va ishg'ol qilib olishidan iborat. Eng boshda Xitoyning 1949 yili 12 dekabr kuni mustaqil Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirib, 22 dekabr kuni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib tashlashidan boshlanadi. Sharq Turkiston egilik huquqliq mustaqil bir davlat edi. Biz xalqaro jamiyatdan bo'libmi Amerika hukumatidan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasiga amal qilishni, barliq davlatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash haqqini tunib, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinganligini e'tirof qilishni, Tibetga qilgan muomalani Sharq Turkistonga qilishni, Amerika Kengashining Sharq Turkiston masalalari uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligida maxsus moslashtiruvchi bekitishini o'z ichiga olgan Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullashni, Amerika hukumatining Sharq Turkistonning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashini o'z ichiga olgan xalqaro qurulishlarda adolatga erishish huquqini qo'llashni, xalqaro jamiyatni mustamlikani oxirlashtirish va'dasiga amal qilib, Xitoy mustamlikachiligini va jahongirligini oxirlashtirishni, Sharq Turkistonning mustamlikadan xoli mustaqilligini qo'lga keltirish ko'rishini qo'llashini talab qilamiz. Bugun biz Xitoyning ishg'oliyati, irqiy qirg'inchiligi va mustamlikasida shahid bo'lgan barliq shahidlarimizni faxrlik bilan eslaymiz. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning mavjudligini saqlash, inson haqlariga, erkinlikka erishishga birdan-bir yo'ldir. Xitoyning necha 10 yillardan beri Sharq Turkistonda davom qildirib kelayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyati cho'qim oxirlashishi kerak. Hozir dunyoning Sharq Turkistonning yanada turadigan adolat, erkinlik va inson haqlari prinsipida ching turadigan vaqti. 2014 yildan boshlab Xitoy Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olish, Sharq Turkiston xalqini tamoman yo'qotish, Sharq Turkistonni atalmish Xitoyning ichki mustamlikasi qilib olish uchun Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik, mustamlikachilik va ishg'oliyat harakatini texnik kengaytdi. Biz xalqaro jamiyat va Xitoy tajovuzchilariga shuni aniq aytamizki, Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy irqiy qirg'inchiligi, mustamlikasi va ishg'oliyati Sharq Turkistonning qaytadan mustaqilligini asliga keltirishini to'sib qola olmaydi. Xitoyning vahshiy irqiy qirg'inchiligi va mustamlikasi, ishg'oliyati Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdagi tavranmas irodasi va qaysarligini kuchaytirdi. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishi muqarrardir dedi. Bayonot e'lon qilingandan keyin namoyishchi omma sho'rtulab Amerika va xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishiga yordam berishga chaqiriq qildi. Uphold your promise of never again. Uphold your promise of never again. Intervene against China's genocide in East Turkestan. Salih Xudoyer efendi xalqimizga xitob qildi. Biyadikler bu namayişni men için kılmavutlu. Biyadikler bu namayişni sürgün hükümet için kılmavutlu. Milli erkek için kılmavutlu. Yaki üzünki şahsi için kılmavutlu dedik kardeşler. Biz biyada düşmanımızga biz vazgeçmeyiniz. Bu ırkı kırgızlıkla kıysan mı? İşgaliyetle devam kıysan mı? Halkımızı kırırsan mı?
Bir kırılsak, mın kırılsak mı? Yani çıkımız. Biz müstakillikimizden asla vazgeçmeyimiz. Zımınımızdan asla vazgeçmeyimiz. Kırılatkan, öldürülatkan tutallarımızdan, şehitlerimizden, ecdatlarımızdan, keligisimizden asla vazgeçmeyimiz de çıkardığımızı kardeşler. Devletimizin müstakillikini asla keltiriş için biz halkaraga bu Xitoyni düşman ko'radigan bizdek Xitoyni düşman ko'radigan barliq davlatlarga, millatlarga, barliq kuchlarga biz mana vazgeçmedik. Eğer bizge yardım bersin biz Xitoyni Sharq Turkiston ziminidan qo'g'lab aşiz sipilinin arkasına tıkıp qo'yalaymiz. Deyishkin chiqyapmiz biz qarindoshlar. Xalqaro biz taraf qilmasak bizga bekadin yordam qilmaydi. Biz o'zimiz shu Sharq Turkiston davlati uchun kurash qilmasak, boshqa biz uchun kurash qilmaydi. Boshqa biz uchun qon to'kmaydi, jon bermaydi. Onu shu biz berishimiz kerak. Biz berishimiz kerak. Va uzundan beri da'vatman, lekin aqlni bo'lganlar xalqaro vaziyatning nari berayotganligini ko'ryapsizlar. Bu irqiy qirg'inchilikni nima uchun Xitoy 74 yildan yazdi, 70 yildan yazdi. Asosda assimilyatsiya qilman deb, asos qilman deb, tutun yo'qitaman deb o'tdi. Urush tayyorlik qilyapti Xitoy. Va xalqarodami urush tayyorligi bor. Biz bu tayyorlikda tayyor turishimiz kerak aziz qarindoshlar. Ve hazır kılamaydıklarımız avazımızı çıkarış, halkaraga bizninki tayyor ekanligimizni ifodalash ve vaqt kelgan chaqda jonimizdan, mirimizdan, kanimizdan, hamma narsadan shu Sharq Turkiston davlatini asl keltirish uchun shu Xitoy tajovuzchilarini Sharq Turkiston zaminidan mangulik qo'g'lab chiqarish uchun tayyor ekanligimizni ifodalashimiz kerak aziz qarindoshlar. Ve namoyish eng oddiy ifodalashning usuli. Buni hammanglar qilishinglar kerak. Hammamiz qilishimiz kerak. Hammamiz kichikina o'zimizningki kichikina bir insonlik, Uyg'urlik, sharqturlik, insonlik yat olsun. Sharq Turkiston sürgündü hükümetinin Ilishqo qatliamini hatırlab ötkizgen namoyishi Xabar Nida xabar kanalı, ANI xabar kanalida 29 iyul günü ve başka xabar kanallarida tafsili xabar qilindi. Türkiye'de navoiychilik orqali turmushini qamdab kelayotgan 60 yoshlik Navoiy Muhammad Emin Ömer nazarband ostiga ilinib, qaytarib etish markaziga avatilgan. Qrim xabar agentligining 30 iyul kunidagi xabariga qaraganda, Turkiyada normal turmush kechiradigan 60 yoshlik Muhammad Emin Ömer uzun yillardan beri navoiychilik qilish orqali oilasining turmushini qamdaydigan bo'lib, tutqun qilinib, qaytarib etish markaziga avatilgan. Muhammad Emin Ömer 1964 yılı 2. aydan 20. günü tug'ilgan. O ilgari Qaysirda Turkiyaning vatandoshligiga o'tish uchun iltimos qilgan bo'lib, munosabatlik rasmiyatlarni bajarish maqsadida Qaysirga borgan. 2024 yılı 7. aydan 19. günü Qaysirdan İstanbulga qaytish yo'lida Anqarada kimligi kontrol qilinib, Anqara Oqyurt qaytarib etish markaziga avatilgan. Muhammad Emin Ömer'ning Norvegiyada yashaydigan o'g'li Imom Hasan Qrim xabar agentligiga dadasining Anqaradagi Oqyurt qaytarib etish markazida ekanligini, dadasining qo'lga ilinish sababi to'g'risida hech qanday uchurga erishmaganligini aytib, "Men dadamning nima uchun qo'lga ilinganligini bilmayman. Advokat ko'chmalar idorasi bilan ko'rishganda ular hech qanday uchur bermadi. Dadamning qo'lga ilinishdagi sababini uning Turkiya vatandoshi emasligi va insoniy o'ltiraqlash kinishkisi borligidan deb o'yladim. Men Turkiyada turgan vaqtimda dadam bilan har oy ko'ch idorasiga berib, davlatning chet elliklarni imzo qo'ydirish belgilamasining ro'yi bo'yicha imzo qo'yatdik. Ko'ch idorasidagi aloqador xodimlardan nima uchun imzo qo'yishni talab qilganligini so'raganimizda, hukumat xohlasa imzo qo'yg'izadi, xohlamasa imzo qo'yg'izmaydi. Ko'chilab so'raverma dedi degan. Sharq Turkiston sürgündü hükümeti ijtimoiy axborot vositalarida Turkiya hukumatidan Muhammad Emin Ömerni darhol qo'yib etishni talab qildi. Sharq Turkiston sürgündü hükümetining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi
İctimai axborot supsi X'də 29 iyul günü Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti yaqında Türkiyədə 60 yaşlıq Muhammed İmin Ömərni öz içinə alğan bir qancha Uyğur musafirinin tutqun qılınğandan qattiq andish qıldı. Bu şəxslərning qaytarılış o'rnida tutub turilayotganligi ma'lum. Bu şəxslər Xitoy işğal qılıb alğan Şərqi Türkistanğa yoshirin majburiy qaytarılıb Xitoy doiralariga topshirib berish xavfiga duch kelmoqda. Biz Türkiyəni musafirlarni hayati yoki erkinlikka tahdidga uchraydigan joylarga qaytarishni cheklaydigan 1951 yildagi musofirlar ahdnomasi va qaytarmaslik prinsipini o'z ichiga olgan xalqaroliq majburiyatni ado qilishga chaqiramiz. Turkiya ziyonkashlikdan qochganlarni qo'g'dash, panohlik berishda muqaddas bir joy bo'lishdek o'zgacha bir tarixga ega. Biz Turkiya amaldorlarini, siyosiy partiyalarni va Turkiya xalqini Sharq Turkiston xalqi bilan ittifoqlashishga Xitoyning ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistondagi Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikdan qochib chiqqan Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilishidan saqlab qolishga chaqiriq qilamiz. Biz yana Turkiya doiralarini Muhammed İmin Ömer va boshqa tutqun qilingan Uyg'urlarni darhol qo'yib berishga va qo'g'dashga kafolatlik qilishga chaqiramiz dedi. Bir millat vayron bo'layotganda yakka shaxslarning o'zi uchun o'lmaslikning to'g'risini izlashga berilishi ajoyib ish. Bu vayronlik kollektiv. Shundoq ekan, uni qutqizishga emas, balki o'zini qutqizishga kuchash, alomat esil asarlarni qoldirib, o'zining obidasini tiklashga urinish, ularni omon qilishning ham xayoli bilan bezlaydi xolos. Kollektiv vayronchilikda omon qilish kollektiv bo'ladi. Kollektivning omon qilishiga beg'ishlangan har qanday buyuklik emas, chuprandilikdir. Shunisi esimizda bo'lsinki, o'zimiz uchun qanchalik buyuk munar tiklayli, u oxiri faqat kollektiv qabristonligimizdagi bir munar bo'ladi. Munarni qancha egiz qilsak, u faqat boshqalarga qabristonligimizni yiroqdan texmi aniq va oson ko'rsatib beradigan mayaklik rolini o'ynaydi. Sharq Turkiston sürgündü hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtuminala afandining yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.